Hamma narsani pul hal qilmaydi, boriga shukr qilgin. Munchalik pul ishlashga oshiqmagin degan gaplarni gapirishni bilamiz, to'g'ri, boriga shukr qilishimiz kerak. Lekin degan gap ham bor. Pul hamma narsani hal qilmaydi, buni hammamiz bilamiz. 10-15 ta narsalarda pul hal qilmaydi, lekin juda ko'p narsalarda pul hal qiladi. Gazga, svetga, suvga pul to'lash kerakmi? Kerak. Farzandingizga biron bir shirin taom pishirib bermoqchimisiz, uni ham pulga sotib olasiz. Ishga borib kelish uchun ham pul to'lab borib kelasiz. Ota-onangizni xabar olish uchun ham pul kerak. Chunki deganda yo'l puli qilib borib kelasiz. Hech bo'lmasa qo'lingizda 2 ta non olasiz. Ko'rdingizmi? Oddiy narsalarga ham pul kerak. Pulsiz juda ham ko'p narsani hal qila olmaysiz. Pul hech narsani hal qilmaydi, pul nimani ham hal qiladi degan gaplarni yig'ishtirsak ham bo'ladi. Menimcha, sizda o'zingiz pul ishlashni xohlamaysiz, yoki bo'lmasam pul ishlagingiz kelmayapti, yoki bo'lmasam pul hech narsani hal qilmaydi, menga pul kerak emas deb o'zingizni oilangizga o'zingizni oqlab chiqqingiz kelyapti. Nima pul nimani hal qiladi? Ertadan o'lib ketayotgan dunyoda boriga shukr qilgin deb farzandlaringiz non istasa, mayliga ertobga beraman deb o'sha nonni ham olib bermaysiz. Sho'rlik ayolingiz chiqib borib ishlab qayerlardandir o'sha nonni olib kelib beradi. Sho'rlik ayolingiz borib kimlardadir uyini yig'ishtirib, polini yuvib, o'sha nonni farzandingizga olib kelib beryapti, o'sha oyoq kiyimni olib beryapti, o'sha kiyim-kechakni olib beryapti. Menimcha bu bir pul hech narsani hal qilmaydi degan gapni ishoqmas insonlar o'zlari to'qib chiqargan bahonalardan biri bo'layapti. Bahona qilmang. Ayolingizni ko'p qiynamang. Chiqib ishlasangiz bo'larmidi?